Yer siz o'ylagandan ham kattaroq, lekin biz uni yaqin turib ko'rganimiz uchun buni sezmaymiz. Hozir men buni raqamlarda beraman. Xalqaro kosmik stansiyadan yer yuzasining atigi 3-4% ko'rinadi. Sayyorani to'liq ko'rish esa faqat geostatsionar orbitadan mumkin. U 35786 kilometr. Yerning eng baland va eng past nuqtalari orasidagi farq deyarli 20 kilometr. Everest 8840 metr va Mariana botig'i 11000 metr. Bu deyarli 20 kilometr bo'ladi. Yer ekvatorining uzunligi 40075 kilometr. Agar siz ekvator bo'ylab piyoda to'xtamasdan yursangiz, sizga deyarli 1 yil kerak bo'ladi. Yer atrofini yo'lovchi samolyotda uchib chiqish uchun taxminan 900 km/soat tezlikda to'xtamasdan uchsangiz, sizga deyarli 2 sutka kerak bo'ladi. Yer yuzasidan yadro markazigacha masofa taxminan 6370 kilometr. Bu masofa Moskva bilan Vladivostok orasidagi masofaga deyarli teng. Okeanlar yer yuzasining 71%ni qoplaydi. Agar barcha suvni sayyora bo'ylab tekis taqsimlasangiz, okean chuqurligi 2,7 kilometr bo'lgan bo'lardi. Materiklar yiliga taxminan 2-5 sm tezlikda siljiydi. 200 million yil ichida ular o'z joylashuvini butunlay o'zgartirgan va hozir ham buni davom ettiryapti. Yer kattaligi raqamlarda shunaqa ko'rinadi, lekin odam uni kundalik hayotda sezmaydi. Qo'shimcha faktlar va manbalar Telegram kanalimizda.